Kayling, bugungi tahlilimizda inson tanasida sodir bo'ladigan eng murakkab va ayni paytda eng xavfli biokimyoviy jarayonlardan biriga chuqurroq sho'ng'iymiz. Gap metabolik sindrom haqida ketyapti. Buni xuddi butun organizmga qarshi qaratilgan tizimli bir jinoyat deb tasavvur qiling. Nima uchun? Chunki bu yerda bittagina kichik biokimyoviy xato ulkan zanjirli reaksiyani, xuddi domino effektini keltirib chiqaradi. Bugun biz hujayra darajasida nima xato ketishini va bu jarayon qanday qilib butun tanani egallashini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bugungi yo'nalishimiz qanday? Avval metabolik sindrom o'zi nima ekanligini aniqlab olamiz. Keyin insulin rezistentligi mexanizmiga to'xtalamiz, uchinchi bo'lib erkin yog' kislotalari toksikligini ko'rib chiqamiz. So'ngra surunkali yallig'lanish jarayonini tahlil qilamiz va nihoyat bu zanjirning eng oxiridagi nuqta kasallikning xavfli asoratlarini muhokama qilamiz. Birinchi bo'limimiz metabolik sindrom o'zi nima? Bilasizmi, metabolik sindrom bu shunchaki bitta kasallik yoki qandaydir yakkalanib qolgan bitta simptom emas, umuman unday emas. Bu butun boshli kasalliklar to'dasidir. Tasavvur qilyapsizmi? U qorin qismidagi semizlik, qonda qand miqdorining oshishi, ya'ni giperglikemiya, lipidlar muvozanatining buzilishi va yuqori qon bosimini o'zida birlashtiradi. Bularning hammasi bitta joyga yig'ilganda, yurak-qon tomir kasalliklari xavfi shunchaki oshmaydi. U tom ma'noda osmonga sapchiydi. Buni yaxshiroq tushunish uchun organizmni ulkan bir zavod deb o'ylang. Sog'lom holatda bu zavod mukammal ishlaydi. Qurilish va parchalanish jarayonlari, ya'ni anabolizm va katabolizm ideal muvozanatda bo'ladi. Hamma narsa joyi-joyida. Ammo muvozanat buzilsa-chi, bunda patologik holat yuzaga keladi. Chiqindilar va toksik moddalar kerakli tarzda parchalanmaydi. Ular shunchaki tanada xavfli darajada to'plana boshlaydi. Tizim qulashni boshlaydi. Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Insulin rezistentligi mexanizmi. Muammoning ildizi qayerda? Asosiy muammo shundaki, hujayra retseptorlari tom ma'noda kar bo'lib qoladi. Sog'lom holatda insulin gormoni kelib hujayra eshigini taqillatadi, mushak va yog' to'qmalari eshikni ochib glyukozani ichkariga oladi. Jigar esa bo'ldi, glyukoza yetarli ekan deb yangi qand ishlab chiqarishni to'xtatadi. Lekin rezistent hujayradachi, insulin eshikni taqillataveradi, lekin hujayra uni eshitmaydi. Eshik yopiq. Natijada nima bo'ladi? Mushaklar och qoladi, jigar esa tana haqiqatan ham och qolyapti deb o'ylab qonga tinimsiz yangi glyukoza haydayveradi. Shu o'rinda juda o'rinli bir savol tug'iladi. Nega qorni bor yoki insulin rezistentligi bor hamma odam ham darhol qandli diabetga chalinib qolmaydi? Axir mexanizm allaqachon buzilgan-ku, to'g'rimi? Buning sababi tanamizning yashirin va hayratlanarli darajada kuchli kompensatsiya mexanizmida yashiringan. Javobni qarang. Oshqozon osti bezining beta hujayralari shunchaki osongina taslim bo'lmaydi. Ular hujayralar insulinga javob bermayotganini ko'rgach, nima qiladi? Yaxshi, ovozimni eshitmayapsanmi, unda qattiqroq baqiraman, deydi va insulin ishlab chiqarishni normadan 2-3 barobar oshirib yuboradi. Bu holat giperinsulinemiya deb ataladi. Ha, qondagi qand miqdori bir muddat normal bo'lib turishi mumkin, lekin bu shunchaki vaqtinchalik niqob. Tana zo'riqib ishlayapti va ertama-kechmi bu beta hujayralar charchaydi, kuyadi va ana shundagina qandli diabet to'liq portlab yuzaga chiqadi. Uchinchi bo'limga keldik. Erkin yog' kislotalarining toksikligi. Zanjirdagi navbatdagi domino toshi, yog'lar isyoni. Aslida insulin yog'larni o'z omborida, ya'ni yog' hujayralarida qulflab turuvchi qorovul vazifasini ham bajaradi. Lekin insulin rezistentligi boshlanganda bu qulf buziladi. Qorovul uxlayapti. Natijada yog'lar parchalanib, erkin yog' kislotalari ulkan oqim bilan qonga quyiladi. Endi ular qayerga borishni bilmaydi va jigar yoki mushaklar kabi umuman kutilmagan joylarga tiqila boshlaydi. Eng yomoni shundaki, bu yog'lar borib joylashgan a'zolarda insulin ishlashini yanada qiyinlashtiradi. Dahshatli yopiq zanjir, shunday emasmi? Bu jarayon tibbiyotda ektopik yog' deb ataladi. Buni tushunish uchun tasavvur qiling. Sizning asosiy omborxonangiz to'lib ketgan. Endi kelgan yuklarni ofis ichiga, yo'laklarga, hamma joyga socha boshladingiz. Tabiiyki, ofisda ish to'xtaydi. Jigar ham xuddi shunday. U yog' saqlash uchun mo'ljallanmagan ombor. Uning ichida yog' to'planganda biz yog'li jigar kasalligi, ya'ni steatozga duch kelamiz. Bu ektopik yog' butun tanadagi moddalar almashinuvini izdan chiqaruvchi eng katta jinoyatchilardan biridir. 4-bo'lim. Surunkali yallig'lanish jarayoni haqida gaplashamiz. Qanday qilib bir joyda to'plangan yog' butun tanani qamrab oladigan tizimli yong'inga aylanib ketadi? Juda ham oddiy. Ortiqcha yog' to'qimalari shunchaki passiv o'tirmaydi. Ular tom ma'noda zaharli moddalar, yong'in chaqiruvchi sitokinlar ishlab chiqara boshlaydi. Masalan, interleykin 6 va TNF-alfa degan moddalar keskin oshib ketadi.
Xuddi shu paytda tanamizning tabiiy o't o'chiruvchisi bo'lgan yallig'lanishni bosuvchi adiponektin oksidi miqdori tushib ketadi. Ya'ni yong'in bor, lekin suv yo'q. Tana to'xtovsiz surunkali yallig'lanish rejimiga o'tadi. Bu yerdagi eng muhim xulosa nima bilasizmi? Yallig'lanish bu shunchaki buzilgan metabolizmning asorati emas, yo'q. U ham natija, ham sababdir. U uzluksiz teskari aloqa zanjirini yaratadi. Ya'ni yallig'lanish qancha kuchaysa, u borib boyagi insulin rezistentligini yanada yomonlashtiradi, rezistentlik esa yana yallig'lanishni chaqiradi. Domino toslari endi shiddat bilan qulayapti. Va mana 5-bo'lim. Kasallikning eng xavfli asoratlari. Mashhur olim Anichkovning shunday gaplari bor. Xolesterinsiz ateroskleroz bo'lmaydi. Buni nima uchun eslatyapmiz? Chunki qondagi yog'lar va xolesterin miqdorining buzilishi bu shunchaki qog'ozdagi qandaydir raqamlar emas. Bu tomirlarimiz ichida ketayotgan mutlaq halokatli o'zgarishlarning yorqin signalidir. Kistalink bu qanday yuz berishini tasavvur qilamiz. Qondagi yomon xolesterin zaharli erkin radikallar ta'siriga uchraydi. Keyin immun tizimining xodimlari bo'lmish makrofaglar kelib bu yomon xolesterinni yeyishni boshlaydi. Ular yeyaveradi va oxiri bo'kib ketib yorilish arafasida turgan ulkan ko'pik hujayralarga aylanadi. Mana shu ko'pik hujayralar tomir devorlariga yopishib, hammamiz bilgan o'sha xavfli blyashkalarni, ya'ni tiqinlarni hosil qiladi. Natija qon aylanmaydi, yurak xuruji yoki insult ro'y beradi. Ammo zarba faqat tomirlarga emas. Insulinning umuman ishlab olmay qolishi tanada xuddi signalizatsiyasi buzilgan bankka o'xshaydi. Qonda qand haddan tashqari oshib ketadi, tana quvvat olish uchun o'z yog'larini yirtib tashlay boshlaydi va keton tanachalari qonni kislotaga aylantiradi. Bu atsidoz. Muskullar, ya'ni oqsillar parchalanadi va qonda zaharli azot to'planadi. Oxiri organizm bu zaharlardan qutulish uchun bor suvini siqib chiqarib yuboradi. Kuchli suvsizlanish boshlanadi. Tana ozuqaga liq to'la bo'lsa-da, hujayralar ochlikdan qurib boradi. Yana bitta dahshatli faktni aytaymi? Nega diabet va metabolik sindrom birinchi navbatda aynan ko'z, buyrak va nervlarni ishdan chiqarishni bilasizmi? Sir shundaki, bu a'zolar glyukozani qabul qilish uchun insulinga muhtoj emas. Ularda eshik doim ochiq. Qonda qand qancha ko'p bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri ko'z gavhariga, buyrakka, asablarga to'xtovsiz oqib kiraveradi. Yillar davomida bu shirin zahar ularni ich-ichidan yemiradi va oxir-oqibat ko'rlik, buyrak yetishmovchiligi va og'ir og'riqlarga olib keladi. Xo'sh, mana biz manzarani to'liq ko'rdik. Bu biokimyoviy domino qanday qilib kichkina xatodan butun tana halokatigacha borishini endi bilasiz. Ammo bu tahlilimizdagi eng umid baxsh narsa nima bilasizmi? Bu jarayonning har bir bosqichiga, har bir qulab tushayotgan dominoga aralashish, uni to'xtatish mumkin. Insulin sezgilligini oshirish, ovqatlanishni tartibga solish orqali yallig'lanishni kamaytirish aynan o'zimizning qo'limizda. Shunday ekan o'zingizga shu savolni bering. Bu halokatli zanjirni juda kech bo'lmasdan oldin uzib tashlash uchun bugun, aynan bugun qanday qadam tashlashingiz mumkin? Tanlov o'z qo'lingizda. Bugungi tahlilimizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.